Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Sidneyda va Sidneyda joylashgan Macquarie universitetiga keldik va bu universitetda o'qiyotgan bizning o'quvchimiz Alimardon bilan tanishing. Alimardon, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Alimardon Fozilov. 2006-yil tug'ilganman. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahridan. Hozirgi kunda Macquarie universitetida talabaman. Foundation kursini o'qiyapman. Xo'p, Alimardon, nima sababdan Avstraliyani tanladingiz? Nimaga aynan Avstraliyada o'qishga qaror qildingiz? Avstraliyani tanlaganimning eng asosiy sababi birinchisi tabiati. Tabiat, havosi juda ham zo'r. Insonlar ikkinchisi, insonlar tartibli, madaniyatli. O'qishlarchi, mana Macquarie'ga keldingiz, o'qish sharoitlari qanaqa? Bitta o'qish juda ham zo'r, sifatli ta'lim berishadi bu yoqda. O'qishga ko'proq e'tibor qaratilgan. Macquarie nufuzli universitetlar qatorida bo'lgani hisobiga o'qishda juda ham strikt desak qandaydir qattiq bo'lib turishadi o'qishda. O'qish ham shunga yarasha mas'uliyat bilan anaqa javob qilish kerak o'qishga. Endi mana qarang, siz o'qishga keldingiz, hozir foundationda boshladingiz, to'g'rimi? Student sifatida bir haftada Avstraliyada ishlab necha pul topasiz? To'g'risini aytganda o'zim ikkita joyda ishlayman. Endi bu yoqda eng kami deb oladigan bo'lsak, soatiga 25 avstraliyskiy dollarda bo'ladi. Уже pik soatlarga chiqqan payti 45-50 dollarga topsa bo'ladi Avstraliya dollarida. Avstraliya dollarida.